Dostlar yine Çekkeş Alaker'de satılan cayna obzorlarını görüp ötemiz. Benetleki 6,5 metre, yeni 12 metre olgan havlu cayna obzor etemiz. Bunu bizi elde 26 metre bunu. Şunu 12 metre satıladı. Yan tarafımız güllenliyorlar fakat Behzat Toyxanadan girip geliveriş boladı. Girip geliverişte 3. köçeni Uğla boyunda joylashgan. Arka tarafımızda Shoraxona, o'ng tarafımızda, bu yan tarafımızda yine açık dala deymizmi? Atmosferaga umuman gap yok bu yerda. Peshcha umuman geçişte bezat etmeydi. Ne bunda? Sho'ra idoraning yanı. Şu joyni qurilganiga 34 yıl oldu. Lekin arka kısmında umuman yaşalmadı. Şu qurilgani bilan duribdi, toza joy. Buni fundamentini balandligi 2 metre. Balandligi yine joyni 6,5 metre bu yerdan. Yine dolanlı pesi joy silikat kerishdan bo'lgan. Poyda yori fundament deymizmi? Bu fundamentini balandligi 2 metreden quyilgan. Keyin plita bostirilgan. Keyin silikat kerishdan o'rilib, yana plita bostirilib, keyin shipratilgan. Yine 34 yıl bo'lgansa ayrilib o'tirib bo'lgan o'sha bu joy. Hozirgi joylarimiz 1 yilga yetmay dökilib qolyapti. Bu lekin ko'rib turganlaringizdek 34 yıl bo'lgansa fundament shu vaqtdan necha qo'yilgan bo'lsa, shunda turibdi. Buni perforator bilan sindirajak bo'lib ko'ringlar. Kelib ishonmasanizlar. O'ta mustahkam qo'yilgan. Bunun için esa tayyor beton olingan. İşte joyini plitalarini olgan vaqtida shu zavodning o'zidan neresinden betondan gaplashib, shu joyni betonini shu plita zavoddan jibidan quyilgan. Marka to'shni marka berilgan bu yer. Do'stlar yana joy olajakda poyda yora qat'iyati bor bo'lishi kerak. Buni podushkasi deymizda, boshlang'ichi 80 santimetrdan boshlab, keyin ostidan kichayib borib, eng yuqorisi 50 santimetr bo'lgan. Odamlar hozir satiladigan joylarni enini 40 santimetr qo'yib diklab sotib turibdi. Yuqorimiz plita bilan bostirilgan, keyin silikat kerish bilan o'rilib, yana plita bilan bostirilib, keyin shipratilgan. Yine joyni hamma yerini orallardan berallarim 80 santimetr buni hamma yeri. Betoni. Hamma yeri pasi shunning fundamenti 80 etib quyilib, shuna o'tilgan. Bir yeri o'marab, dökilib, ayrilib yotgan yeri yo'q. Hamma yeri büsbütün. Yine bir yan taraflarından görüşleriz mümkün. Hamma yeri yine 80. Keyin shuni deyip ta plitadan quyilgan bu. Plitadan quyilib, beton quyib, keyin plita qo'yilgan. 2,25 etib quyilib, plita qo'yilgan. Joyni mustahkamligini shundan ham bilsa bo'ladi. Buning ustine yana bir etaj qursa bo'ladi. Hozir bir etaj olsa, yana ham qursa bo'ladi. Poyda yo'l mustahkam bo'lsa, imorat mustahkam bo'ladi. Voq tarafimiz bu. Voq taraf yanında 100 kvadrat yeri var bunun. Hem yeri suvalıp, taklanıp, ağrılar inetmeyen bo'lib, tep-tekiz bo'lib turibdi. Yanımızdan yine bir bölek. Buni xohlasanızlar joy etishlaringiz mumkin. Xohlasanızlar siqiladi. Olgan o'zi odam o'zi nechasi yetaveradi. Lekin mustahkamligini garantiya. Bu yerimiz yine 4,5 14. Bu köçe taraftan geliverişin dalan değil mi? Dalanda giradigan yer bo'ladi. Şu dalan bo'ladi yine. Devorlarimiz qurilgan vaqtida remont etilib qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdek ayrilib, chatlab yotgan yerlari yo'q.
34 yılın içinde oturup ayrılıp boğan. Yine hem yerlerini gösterişim mümkün. Hiç yerine ayrılıp ya çatlap yatka yeri yok. On tarafımızda koridorcha. Koridordan cep tomonda bir xona, o'ng tomonda bir xona, yine o'ng tomoni ko'cha tarafa qaragan xonasi. Yine görüp turganlaringizdek ayrılıp yatkan ya çatlap yatkan yerleri yok. Bunun tepesi plita bilan bastırılgan, devali silikat kerish bilan o'rilgan, üstü shipratilgan, pastlarida lekin deskodan polatilgan. Ben 34 yıl oldu, işte deskodan polatıp yaşap oturmam. Bir yere izler çıkmandan keyin desko olsam duraveradi ekan. Past 2 metre past bo'lgani uchun izlar bir yere chiqmaydi. Nima qo'ynalar qo'yilgan. Adamlarning oynasini pasi birini poli bilan deng. Ko'chamiz 20 metr. Ajoyib. Komşularım hammachiga 5 kvadrat uy, hammachiga fermer. Ozanda ketadi, kechda keladi. Bolalari bilan hammasi oilaviy. Kechda bir zaman ko'rinadilar. Ularda oxirida janjal yo'q. Shavqin suron ham yo'q, tinch. Ajoyib atmosferasi. Birini sataman deb salınmadan umuman hozir zarurchilik bo'lgani uchun shuni satishga majburmiz. Yine chap tomonimizda yana bir xona. Yine xonalarni ulug' kichkina emas, ajoyib. Hammasi bir qator shu qurilgan vaqtida mo'ljal keltirilgani bilan turibdi. Ya ayrılıp gitmeyen yine, ya çatlap gitmeyen turibdi. Hatta yine plitani koşada yerlerim ayrılıp gitmeye hoca oturup boğan hoca. Keyin koridordan doğru ötsek yine bir katta xona. Görüp turganlaringizdek ak oynalar qo'yilgan. Past polatilib, yuqorilari yine hamma plita bilan bostirilgan, toklar montaj etilgan. Sveti yanadı. Şimdi montajını yine bu mimar narsa o'zgartirib yine etilaveradi. Yan tarafımızda yine bir xona. Görüp turganlaringizdek. Bunun divarları yine tep-tekiz fon vermeye tayyor olup turibdi. Ayrılgan yerleri yok. Ya çatlagan yerleri yok. Yine hem yeri acayip oturttu. Dalanımızı doğrusunda çıkarışta yine kухня tamı ya spalya mı? Algan adam özü hele taveradi. Yanımızda yine bir xona. Buna yine divarlarını hemen sana itibar verip karışmanız mümkün. Muşlarını gösterip masanı. Muşlardan yarıladı. Eğer cay imaratlı paylığı varı müstakkem olmasa cay muşlardan yarılıp gideveradi. Bunda yarılıp yatka yerleri yok. Bir yanımız yine ullu xona, tereske. Bu tarafa karan 2 aynası var. Berge yan 2 xonanın 2 aynası. Halasa adamla eşikli bir yanına açılıyor. Aynalı eşikli ayna bu gideveradi ekan. Bu joyni sataman deb salınman, yaşaman deb salıngan. Endi bana bir ajoyib tinch o'zima qo'shadigan qo'ng'ishi kerak. Araplar aytadi-ku, joy alma qo'ng'ish oldi. Bog' tarafimizga keladigan bo'lsak, yine shu paxsadan 100 kvadrat bir yanımız. Shuni suv olib, ajoyib qo'yib, top-toza olib turibdi. Yine. Pastda steshka bor, to'polon porsiyatka yeri yok. Ortaklar joyimiz utepletilgan Penaplex bilan. Bunda bir bo'lak yotibdi yine. Men shuni Penaplex qo'yilib, polni shipradan uteplik qilinib, ustidan gipki oboy qilingan. Joyimizning elde qismına keladigan bo'lsak, shu uydan tutib ta ish ko'chani asfaltini
7 metr. Bir de svet, gaz, Wi-Fi hamma narsa bor. Joyimizni balandligini 6,5 metr. Shuni 2 metrdan ziyodi podval qismi bo'ladi. Qolgani joy bo'ladi yuqorisi. Buni ustidan yana bir etaj qurish mumkin. Даже 2 etaj qursam fundament ko'taradi. Ko'chamiz yine jimjit, tinch. Asabi taranglar uchun zo'r. Tinchgina, qushlar sayrab turadi. Eshitishi balkonda yotaman. Piknikda o'tirgandek o'tirasan, gömgök odamni ko'zi quvonadi. Kislorod bu yerda do'yimli, odam do'yib nafas oladi. Eng keragi odam uchun toza havo deydi-ku. Toza havo bor. Buni bir yanında balkonu bor. Şu olgan odamni o'zini şöyle bir balkonga o'tib bersa, balkona chiqib o'tiraveradi. Aeroport yaqin. Yine samolyotni sesi yettirdi. Onda uzaktan görüntü tutma yok mu bilinmeden kranladırdı yine. Bu City, Harazm City dediğimiz mi? Onda kran. Görüntürüyoruz Allah. Harazm City şurada, yanımızda. Benim yanında meçit, bakçı, mektepten problema yok. Hem ki şu deverekte mektep ham bor, bakçı ham bor, meçit ham bor. Arka tarafta Moshun bozor bir yerde. Moshun bozorning arka elde tarafında parnik bor. Parnikning arka tarafı bu. Laqatni yana bir tushuntirib o'taman. Gullan yo'li Farhod Behzod to'yxonadan shundan girib kelaversanglar 600 metr yurgandan keyin 3-ko'chani uglovoyi. Şimdi 50 ko'cha. Yan tarafa doğru çıksak Parnik'e varız. Şakirhanı Parnik'e. Parnik'te arayanın Moshun bozor. Yan başında meçit. Bir yaxshi joy olaman, bir yaxshi qo'ng'ishli bo'lsin deb niyat etib yurgan odamlar bo'lsa, bemalol kelaveringlar. Men o'zim bilan qo'ng'ishib olasizlar. Dokumentlari hammasi taq. Nechun desa, o'zim yashab o'tiribman bu yerda. Shu bir bo'lakinda. O'zim yashab o'tirgandan keyin garantiyasi bilan. Dokumentimdan umuman muammo bo'lmaydi. Bana qo'ng'ishi bo'ladigan odam, nima desam, bir tinch, vaqti janjaldan uzoqroq yuradigan odam bo'lsa, kelishib beraveramiz. Joyni bahosini 67 ming AQSh dollari deb aytib turibmiz. Kelaversa, kelishaveramiz.